Fransiyaning Epstein tergovida onga yaqin yangi qurbonlar paydo bo'ldi. Jeffrey Epsteinning gumon qilinayotgan odam savdosi tarmog'ini tergov qilayotgan fransuz prokurorlarining aytishicha, ilgari noma'lum bo'lgan onga yaqin qurbonlar yaqinda rasmiylarga murojaat qilib, Fransiyada sodir etilgan suiiste'mollik yoki marhum moliyachiga aloqador fransuz sheriklari ishtirokidagi tergovni kengaytirgan. Eron-AQSh urushining so'nggisi. Tramp Netanyahu bilan telefon suhbatidan so'ng Tehronni soat otib ketyapti deb ogohlantirdi. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Donald Tramp Tehronni soat otib ketayotgani haqida ogohlantirdi va agar uning yetakchilari tezkorlik bilan harakat qilmasa, oqibatlariga olib kelishi bilan tahdid qildi. Eron uchun soat taqillatayapti, ular tez harakat qilgani ma'qul, aks holda ulardan hech narsa qolmaydi. Vaqt muhim. Tramp agar Tehron AQSh bilan tinchlik kelishuviga erisha olmasa, juda yomon vaqtga duch kelishidan ogohlantirdi. Agar ular buni qilmasalar, ular yomon vaqt o'tkazishadi. Juda yomon vaqt. Ular kelishuvga erishganlari ma'qul, dedi Tramp fransuz ovlariga. U, shuningdek, bo'ronli suvlar oldida o'zining va AQSh dengiz floti admiralining sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan grafikini va bo'rondan oldin tinch edi, degan chiziq bilan o'rtoqlashdi. Bu yakshanba kuni Isroil bosh vaziri Netanyahu Vazirlar Mahkamasi bilan xavfsizlik bo'yicha yig'ilish o'tkazayotgan paytda Tramp Benyamin Netanyahu bilan Eron haqida gapirganidan keyin sodir bo'ldi, deya xabar beradi Isroil matbuoti. Trampning ogohlantirishi Abu Dabidagi Barakah atom elektr stansiyasidagi elektr generatoriga uchuvchisiz uchish apparati zarbasi sabab bo'lganidan keyin sodir bo'ldi. Jarohatlanganlar haqida xabar berilmagan, radiologik xavfsizlik darajasiga ta'sir ko'rsatilmagan va yadroviy tartibga solish bo'yicha federal organ zavodning muhimligini tasdiqladi. NATOning Yevropadagi eng yirik maxsus kuchlari mashg'ulotlari AQSh ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlashni qisqartirayotgan bir paytda bo'lib o'tadi. AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa 22 davlatdan 3000 ga yaqin elita askarlari NATOning Yevropadagi eng yirik maxsus kuchlari mashg'ulotlarida qatnashmoqda. Hatto Donald Tramp o'z ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlashni kamaytiradi.